Hech bir shogirdga yalchimadim-da. Bittasi qo'lda maybini chiqardi, bittasi qayda yuribdi tvar bilan. Assalomu alaykum ustoz. Uzr, kech qoldim. Qayda yuribsan? Butun oq ko'ylaklarda. Otam aytgan, kechqurunga birinchi kun kelganda oq rubashkada kiyadigan. Otangni uydan shunday yurasan. Menga qara, shogird. Bu yerda o'zining yarasha tartib qoidalari bor, tushundingmi? Birinchi pravilo. Ustoz otangday ulug'. Nima degani bu? Вот твой папа есть же, Коля? Он никто. За сегодняшний день я твой папа. Tushundingmi? Ikkinchi pravilo. Ustoz fizikda prav. Ustoz nima desa shu bo'ladi, tushundingmi? Mana bu atverka desam, atverka deysan. Gulishtir desam, gulishtir deysan. Toshbaqa uchadimi desam, ustoz pastlab uchadi deysan, tushundingmi? Потому что я garaj paxa. Uchinchi pravilo. Ishxonaga keldingmi, ustaxonaga? Shunday jo'robchan olasan, satilda olasan, suv sepasan, supurasan. Tartib va o'sish bilan o'shanda, tushundingmi? Nima uchun sizda o'sish yo'q? Chunki menda nexuya tartib yo'q. Mana sen kelding, endi tartib bilan nasib qilsa. Onoga qarayk. Ustoz, kimdir keldi? Qani? O'zim qarayman, sen o'tir. Men senga mashinaga o'tir demadim, yerda o'tir. Mana shunday o'tir. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz, xush kelibsiz. Okey, assalomu alaykum. Katta bolalar, mana shu narsani bir ko'ravering, brat. O'zidan balatno yasab olgan shpendritcha menga qara. O'zingcha girgir qilma, uftida. Og'zingdan hali sutadi ketgan yo'q. Ko'tingda gashukdasi turibdi, bu yerga kelib girgir qilasan. Agar yana bir marta ana shu garaj territoriyasida ko'rsam, ikib qo'yaman jala. Tez bu yerdan Sebastian Schweinsteiger, tushundingmi? Okey, hali siz bilan gaplashiladi. Ukajonim, любой payt mana shu yerda bo'laman, tushundingmi? Qurib yerdan. Gentroli mujik bilan. Nima qilyapsan bilan? O'tir desa o'tiraveradimi? Turib mashina taklash kerak. Egasi yig'lab keladi hozir 1 soatdan keyin. Nima bo'ldi meni mashinamda? Tez o'shqa tegki. Shogird, bor kulishlar qatoridan bizda birinchi muhabbatni olib-ki. Nima? Bizda birinchi muhabbat kulishni olib-ki, tez bo'l. Tushmadim. Voy, bilan, sening instruktor jo'tdan panku. Kel buyoqqa. Shogird, mana bu muhabbat javoni. Men senga hozir bitta tushuntiraman bularni. Shogird, mana bu bizda birinchi muhabbat. Bu kulish uchun men ne ustalar bilan urushmaganman. Bu kulishni ne ustalar ishlatmagan. Oxiri mana o'zimga qaytib keldi. Chunki men sodiq ustaman, tushundingmi? Tushundim ustoz. Bu-chi? Bilyap. Qaytib bu kulishga teginma, tushundingmi? Agar niday boq, ana shu kulishga teginganingda yo qaraganingni ko'rsam, urildirib qo'yayman. Chunki bu kulishcha bizda yangi muhabbatcha. Buni faqat ustoz ishlatadi, tushundingmi? Menga qara shogird. Ana satilda olasan, Vitya bo'g'an garajiga borasan. Vitya bo'g'a 1 satil tok ber ekansizda, tushundingmi? Furig ustozim aytdi. Agar tok bo'lmasa, 2 kilogina furyon ber ekansizda, tushundingmi? Mana bolalariga solishimiz kerak. Tez bor. Voy, durak. Qo'y ekan-ku bu. Bilan, svetodiod qayerga ketding-e? Ey shogird, bor qani? Qanaqadir mashina keldi, bor qara. Ya, svetodiod qayerga ketding-e? Yo'q, bana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima xizmat bizadan? Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Nafaqat qo'limizdan kelgancha, butun vujudimiz bilan yordam beramiz, shogird. Prokladka almashtirib bering tez. Hozir 1 minut. Ustoz! Prokladkani almashtirish kerak ekan. Men almashtiray. Voy, hayoli buzuq, ispaniyatga.
Shu darrom yomon xayolga borasizlar. Mashinada ham proklatga bo'ladi. Yo'q. O'zim gaplashaman. Mana undan switchani topibdi. O'taqa. Assalomu akamcha. Tushunmadim. Assalom hurmatli mijoz demoqchi edim. Nima xizmat? Mashinam qarab bering, ko'p benzin yeyapti. Ko'p yurganingizdan keyin ko'p yeydi-da, Kapotchani oching, o'zim qarab beraman. Voy, dont, buni ahvolni qara. Yo, yaxshi qiz. Quruq yuzga olib beravermay, mashinani ham bir tozalab tursangiz bo'laydi kapotchasini. Ko'p gapirmang, qachon tayyor bo'ladi mashina? 3-4 kunda. Buncha uzoq. Men o'zi uzoq remont qilaman-da, Motordan kirib, gulishtirdan chiqib ketaman-da. 2-3 kunda olib ketaman bo'lmasam mashinamni. Xo'p bo'ladi, jonim. Das vidos. Bugun erta planetada nasha последний любовь bor ekan. Jonim, birga ko'ramiz. Shogird, radioni boshqa kanalga qo'y, jonga tegdan o'quvchi. Kanalni o'zgartir. Hop, to'xta. Qo'y tegma. O'zbekistonda 15-oktyabrdan benzin narxlarining oshishi kutilmoqda. Xususan, ayrim neft mahsulotlarining oshirilgan soliq stavkalari endilikda quyidagicha bo'ladi. 1 tonna i80 benzini 240 ming so'm, 1 tonna i91, i92 275 ming so'm, 1 tonna dizel Ko'tarmaydimi bu? Alo. Sashkajon. Nima deysan, tezroq gapir. Ha, qo'y, o'dag'aylama. Shunaqa edi, tezroq gapir. Bilaman, parod qilgan joyim bor. Sashka, garajga ke, chiqib qo'yingcha haq beraman. Toshdan haq berasanmi? Javob, Sashka, tezki faqat uchib kelgin, Sashka, xo'pmi? O'ylab kelyapti. Tamam, ke kutaman. Kimdir haq aytuvdimi? Furik brateva. Sashka, qanday? Cho'tam, qani yeb ichar, qani go'sht, qani iligillik. Sashka, Yo restoran boramizmi? Yo'q, oz tushuntiraman. Shogirdim bilan bozorga bordik, go'sht oldik, hamma produktdan oldik. Shogird bilan obedga chiqsak, o'g'ri urib ketdi-da, Sash. Haqi yo'q sanashdan. Yo'q. Mashinamni To'xta, Sashka. Plan bor. Televizorda yangiliklar ko'rdingmi? Benzin narxi patolog bo'lib ketibdi. Kimga kerak sani benzining? Aylo shaharda zapravkalar tiqilyapti. Sashka, meni jiyanim bor, zapravkada ishlaydi. 80 benzin olamiz, arzon qilib, qimmatga urib olamiz. Maljorjon, mehmon qilgan uchun rahmat, choy zo'r bo'ldi, davay. Menga qara, muncha girgir qilasan. O'zi 2 oydan beri oylik olayotgan-ku. Kvarplata to'lashing kerak, suvni pulini to'lashing kerak, oilangga 1-2 so'm olib kelishing kerak. Men o'zimda o'ylayotganim yo'q, seni o'ylayapman. Pul kerak emasmi senga? Jo'rajon, shu odamni tomirchasiga tushdi bilasan-da. Sashka, bor kiyimlaringni almashtir. Ishga o'tamiz. Shu. Kep qolinglar. Mana qaynoqqina benzinchalar keldi. Sotib olishga uspet qilinglarim, kelinglar. Paskuda nima pirojka sotyapsanmi? Qaynoq benzin deysan. Cho'lga kuchuk ham kelmaydi beri. Qanday sotamiz? Bitta narsani tushunmayman-da. Zapravkada benzin qimmat bo'lsa, odamlar olmaydi. Bizda qanday oladi? Menga qara. Biznesni tushunmasang aralashma, tushundingmi? Menda juda ham zo'r g'oya bor. Mana qara. Euro 95 6,5 ming so'm. Ana shuni birma-bir tarmashtirib chiqasan. Mana qara, mana bu yerga. Mana. Skochlar buni. Milla, senga umuman ishonch yo'q-da. Tinchgina ketaylik undan ko'ra. pul kerakmi? Kerak pul. Qizib, ana shu yerda benzinchani sotasan. Tushundingmi? Tarmashtir. Qamilla. Ha jiyanlar, nima qilyapsizlar? Lizinkaga o'ynayapmiz. Ko'rmayapsizmi? Benzin sotib o'tiribmiz. 95 benzin nima buncha arzon? Yevro ekan? 6,5 ming ekan? Amak, uzumining bog'ini surishtirmang. Amakjon, iltimos tinchgina keting. Mashinasi eski, motor ko'tarmaydi. Sari, baqovut, tushundingmi? Bu universalniy benzin. Любой mashinaga solsangiz, somolda o'sha. Hamanga bir bakalashga beqani? Tamom, amak. Mana benzin. Mana puling. Kelib turing, amak. Mayli, sog' bo'l, rahmat. Mayli.
pojim bor, Sashka. Furik, sovuchni udar toshdan olamizda. Menga qara, bitta balni udar olsang ham, ana shu yerda o'tirib benzin sotasan. Tushundingmi? Qisqa o'tir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Keling. Charchaysizlarmi? Sizlarni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Akajon, siz uchun o'tiribmiz biz. Siz uchun. Cho'lda mashinamiz o'chib qolgan. Hech qayerda zapravka yo'q. Qarasam sizlarda euro 95 bor ekan. Конечно. Euro 95, bratan. Endi boshlig'i mashina qimmatda benzin tanlaydi. Menga 95 euro ketadi. Buncha arzon. Bratan, primoy bazadan bizaga spesialni kelyapti. Точно tozami? Bratan, обижаешь? To'kma. Kamroq. Kamroq so, bo'ldi, unisiga so. Sashka. Bo'ladi, Sashka. Endi suvni so, Sashka. 80 benzinga suvni aralashtiramiz, 95 qilib odamlarga sotoramiz. Odamlar 95 benzin bo'lar-ku. Menga qara, odamlaring 95 ta hidini ham bilmaydi, ta'mini ham bilmaydi. Tushundingmi? Davay, tez suvni sol. Qanday bo'ldi, Sash? Bular benzin rangi ochiq-ku. Men biznesni puxta o'ylayman. O'sha buni. Mana uni soda aralashtir. Tez bo'l. Chaqa. Voy mashinnik, bu benzinda mashina yurmaydi-ku. Menga qara, Sashka. Mashinada trubkalarda xatyabi 200 gram benzin bo'ladimi? Mashin ozgina qo'zg'al olsa bo'ldi. Buyog'ini o'zimga qo'yib ber, tushundingmi? Tamom. Qo'zg'a tez. Kut bo'lay toza benzin, bratan. Boshingdan javob berasan. Brat, любой joyim bilan javob beraman. Yana meni qidirib kelasiz. Benzining bormi deb, bratan? Ko'ryapsanmi, bizneschi? Amma kelyapti. Men senga aytuvdimmi, bir marta benzin olgan odam qaytib keladi deb. Men senga ishonaman-da, Furikjon. Amay, aytuvdimki qaytib keladi u. Mana qanaqa benzin sotding? 500 metr yurmas, tutab ketdiki mashina. Menga qarang, amay, sizni kim majburladi? Mana Sashka jo'ram aytdimi, olmang deb. O'zi ishaga ro mashinangiz bor ekan. Amay, men shu paytgacha halol ishlaganman. Bundan keyin ham halol ishlayman, tushundingizmi? Sizlarni qarg'aymanman. Bir qarg'aysiz, ikki qarg'aysiz, uchinchisida qarg'ish ham o'tmaydi. Sashka. Furikjon, iltimos ketaylik. Tog'oni gapini eshiting-ku. Bu yaxshilikka keltirmaydi. Bitta nimani sezyapman. Men pulni sezyapman, Sashka. Oxirgi pakalashga qoldi. Shuni sotamiz, ketamiz. Oho, mana oxirgi yerni klient kelyapti, Sashka. Akalar, oshqozonni yazasi bor bilan. Sashka, mana bispan etgan qara. Yomg'ir yo'q, soat kitob qolgan. Seni urgani yo'q-ku. Seni ko'rib meni jonim achyapti-da, Sashka. Shef, bizga mana shu ikkalasi benzin sotdi. Mana necha yildirki meni ko'pchilik aldamoqchi. Lekin buni uddasidan chiqarishmayman. Bilasanmi nimaga? Nimaga? Chunki ular hozir qabr ostida. Auf. Ichimni xamir qilib bular. Lekin ikkalang meni hayratga qoldirdi. Rahmat aka, e'tiboringizga tushganimizdan xursandmiz. Я даже не знаю, что с вами сделать. Furik, ayt o'zbekcha gapirsin, nihoyat tushunmayapman. Aka, bir 2 yil Rossiyada ishlayapsiz-da? Uniki hammasi yaxshi. Lekin
Meni aldagan odamni kechirmang. Akajon, uni bitta benzinda bunday bag'ir tosh odam bo'lmaydi-ku. Oxirgi so'zing. Akajon, uydagilarga ayting, men ularni yaxshi ko'raman. Sani oxirgi so'zing. Иди нахуй, гнида! Фу, бля! Assalomu alaykum annalarim, yaxshimisizlar? Annelar, biz hamma kommentariyani o'qib chiqdik. Sizlarda fikr, mulohazalaringizni inobatga olgan holda ko'p gaplar bo'lyapti, minuti kam, minuti qisqa. Annelar, biz harakat qilyapmiz. Nasib bo'lsa kelgusida 15 minut, 20 minut, yana qishloq mavzusiga ham qaytish niyatimiz bor. Annelar, sizlardan iltimos, bizlarni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Ha, aytgancha annalarim, bizni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarimizga katta rahmat aytmoqchimiz. Bizga podpisatsiya bo'lmagan muxlislar uchun videoning tagida podpisatsiya degan tugmacha bor. Annalarim, tonq etib bosib qo'yingizlar. Yana qiziqarli videolar sizni kutib turibdi. Spasiba большое, огромный. Fanforikchalarim, ko'pisi bizdan Instagram profillarimizni so'raydi. Mana shu video pastda birinchi kommentariyada Instagram profillarimizni qoldiramiz. O'sha yerga kirib, obuna bo'lib, qiziqarli videolarni, qiziqarli vaynlarni ko'ramiz, tamom? Ish hal. Hamma muxlislarga bizni qo'llab-quvvatlab turgani uchun katta rahmat aytmoqchimiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, siz ham bizlarni yaxshi ko'ring, tamom? Я вас любил еще Битмок. Спасибо большое, огромный. Rahmat aka. Hurmat uchun. Başladık. Nişanlanış var.